58. Bab. Muhammed Haydar Mirzaning Qashqarga Mirza Abu Bakrning huzuriga borganligi. Mirza Abu Bakrning Muhammed Haydar Mirzani qamoqqa olganligi. Sultan Yunusxon Andijondan Mo'g'ulistonga yongandan keyin Umar Shayx Mirza O'shqa o'z do'rg'ularini avatib Muhammed Haydar Mirzaga o'zra etdi. Ammo Muhammed Haydar Mirzaning va lashkarlarining Mo'g'ulistonga yetib borgudek kuch quvvati yo'q edi. O'shda turishni qiyin ko'rdi. Shunga ilojisiz o'g'li Muhammad Husayn Mirza bilan Saydu Muhammad Mirzani Umar Shayx Mirzaga topshirib, o'zi Qashqarga ravon bo'ldi. U ko'nglida Mirza Abu Bakri o'z qarindishimning o'g'li, ham menga farzanddir. Uning huzuriga borsam, ehtimol sulhi sala bilan menga biror joyni berar deb umid qilib, Mirza Abu Bakrining huzuriga bordi. Mirza Abu Bakri Muhammed Haydar Mirza borgan amon tutib qamoqqa soldi. Taki bir yilgacha qamoqda yotdi. Bir yil o'tgandan keyin Muhammed Haydar Mirzani Badaxshonga avatdi. Badaxshon u zamonda Sultan Abu Said Mirzaning o'g'li Sultan Mahmud Mirzaning qo'lida edi. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Muhammed Haydar Mirzaning kuyovli bo'lgan Amir Abdul Quddusmu shu kunlarda Sultan Mahmud Mirzaning huzurida edi. Shunga Muhammed Haydar Mirza u yerda necha kungacha mehmon bo'lib turdi. Uningdan keyin Samarqandga keldi. U yerda tariqat ahlining murshidi, Tangrining yaqin do'sti Hazrati Hoja Nasriddin Abaydullah, Tangri uning sirlarini muqaddas qilg'ayning xizmatlariga musharraf bo'ldi. Ondan Sultan Ahmad Mirza bilan ko'rishdi. Sultan Ahmad Mirza ehtirom va muruvvat yo'lini lozim tutdi. Shunda qaror qildiki, Muhammed Haydar Mirza har yili 2 heytda Sultan Ahmad Mirzaning huzuriga kelgay. Sultan Ahmad Mirzaning 3 inisi bor edi. Biri Osman Mirza, yana biri Sultan Valid Mirza, yana biri bo'lsa Mirza Malik Muhammad. Hanzucha nashrda Talak Muhammad deyilgan muharrirdan edi. Muhammed Haydar Mirzaga Osman Mirzaning tövinida qolgan ikkisining yuqorisida o'rin tayin qildi. Muhammed Haydar Mirza Sultan Ahmad Mirzaga mehmon bo'lib, mehmonlar qatorida berish kelish qiladi. Bu asnoda Yunusxonning huzuridan Muhammed Haydar Mirzani elib berish uchun odam keldi. Muhammed Haydar Mirza Sultan Ahmad Mirzaning bu qadar hurmat va ehtiromlarga bog'lanib qolmasdan xonning huzuriga ketdi. Bu ahvollarning tafsiloti xonning Toshkentga borganlik voqeasida bayon qilingusi. 59. Bab. Yunusxonning Mo'g'ul ulusi bilan Toshkentga borganligi. Sultan Ahmad Mirza, Umar Shayx Mirza va Sultan Mahmud xonning orasida sulhi tuzganligi. Bilish kerakki, Umar Shayx Mirza bilan Sultan Mahmud xonning orasida o'tgan ziddiyat va muxolifatchilikning qissallari ko'p. Bu voqealar xonadonimizning tarix kitobida bor. Ularning bu kitobga aloqasi yo'q. Tarixi Rashidida zikr qilish lozim bo'lganlarning bayoni tuvandikicha. Shayx Jamol Xardan keyin Toshkent Umar Shayx Mirzaga tava bo'ldi. Mustahkam qal'a bo'lgan Shohruxiymu Umar Shayx Mirzaning ilkiga o'tdi. Bu ikki viloyatni talishi sababidan Sultan Ahmad Mirza Umar Shayx Mirzaga qarshi harakat qilib, qattiq nizo va ziddiyatlar paydo bo'ldi. Sultan Ahmad Mirza Toshkentga hujum qilish qasdiga tushdi. Umar Shayx Mirza Yunusxonni Toshkentga taklif qildi va Andijon bilan O'shni xonga berganiga o'xshash Sayramni xonga berdi. Shunga xon Sayramga yurish qildi. Mo'g'ullarning ko'ngillari hech qachon shahar, viloyatlarni xolmaydi. Shunga ular xonning kichik o'g'li Ahmad xonni yomon yo'lga boshlab Mo'g'ulistonga qochib ketdi. Xonmi ularni qo'g'lamadi. Chunki Mo'g'ullarning naslidan Mo'g'ulistonda nizo paydo qilgudek va uningdan andisha qilgudek hech kishi qolmagan edi. Xon ularni Mo'g'uliston tarafiga qo'yib berib, o'zi Sayram tarafga yurish qildi. Shu yil qishda xon Sayramda edi. Xon cho'ng o'g'li Sultan Mahmud xonni 30 ming kishi bilan Sultan Ahmad Mirzaga taqobil turish uchun avatdi. Ya'ni Farg'ona tarafidan Umar Shayx Mirzamo 10 ming kishini Sultan Ahmad Mirzaga taqobil turishga avatdi. Ondan Farg'ona tarafidan Umar Shayx Mirza o'zi 15 ming kishi bilan keldi. Shunda qilib 3 muxolif lashkar bir-biriga yaqinlashdi. Urush boshlanish oldida turadi. Bu ahvol Samarqandda murshidlarning peshvosi
Tangrining do'sti Hazreti Nasriddin Hoji Abaydulla uning sirlari muqaddas bo'lg'ayga anglandi. Hazreti Eshon shu hamon bular tarafiga ravon bo'ldi va biz bormiz deb xat avatdi. Bu xabar 3 yil podshohga anglandi. Ularning hammasi o'z joylarida to'xtab kutib turdi. Hazreti Eshon kelibla Sultan Ahmad Mirzaning lashkargohiga kirdi va Sultan Mahmudxon bilan Umar Shayx Mirzaga kishi avatib sulh qilishni targ'ib qildi. Hazreti Eshonning muborak lavzalarini rad qilishga hech kimning haddi yo'q edi. Chunki u Tangri dargohiga yetgan zot bo'lib, ularning o'zligidan asar qolmagan. Ular tarafidan sodir bo'lgan har bir ish jazman Tangri tarafidan vujudga kelgan bo'ladi. Pok va ulug' Tangrining hukmini rad qilmoqqa kimda majol bo'lsin? Demak, bu uch podshohning har qaysi o'z maqsadlari uchun lashkarlarni ishga selayotdi. Hazreti Eshon kelibla hammasini tinchlantirdi va bir-birlariga muxolif bo'lgan bu uch podshohni bir zilch ustida o'ltirg'izdi. Hazreti Eshonmi biriga o'ltirib, bu uch podshohni bir-birlari bilan va'da va shartnoma tuzdirdi hamda Toshkentni Yunusxonga berishga farmon qildi. Sultan Ahmad Mirza bilan Umar Shayx Mirzaning ziddiyatlari Toshkentni talashish tufaylidan paydo bo'layotdi. Shunga Hazreti Eshon Toshkentni Yunusxonga buyurib berdi. Shuning bilan bu ziddiyatni bartaraf qildi. Hazreti Mavlana Muhammad Qozi uningga rahmat va mag'firatlar bo'lg'ay ning Silsilatul Arifin nomli kitobida bu qissani ariflar va murshidlarning peshvosi bo'lgan Hazreti Hoji Ubaydulla uning sirlari muqaddas bo'lg'ayning karomatlari qatorida mundaq bayon qilgan. U majlis oxirlashdi. Hazreti Eshon Piqirga iltifot qilib aytdiki, bu bir-biriga muxolif bo'lgan 3 podshoh go'yoki bir-birlari bilan urushga tushmoqchi bo'lgan 3 mast to'g edi. Men uchli to'gining cho'lvirini mahkam tutdim va urush qilg'ili qo'ymadim. Qoplan ovlashning eng yuqori pallasi shuki, bu 3 muxolif podshoh bir majlisda kelishib, ittifoqlashib tarqashdi. Hozir men yashinib qoldim. Bu ishni bundan ziyoda hal qila olmayman. Bu uch podshoh o'z lashkargohiga qaytdi. Hazreti Eshon Xo'jan daryosi leviga yetdi va tahorat oldi. U zot Piqirga iltifot qilib, "Ey Mavlana Muhammad, bizning bu ishimizni yezib qoldirish kerak" dedi. Hazreti Mavlana Muhammad o'zining Silsilatul Arifin nomli kitobini yezib chiqishiga Hazreti Eshonning mushu so'zlari sabab bo'lgan edi. Muallif bo'lib o'tgan bu voqeani shu bo'yicha bayon qilib o'tdim. Chunki Hazreti Eshonning farmonlari shundaq edi. Shu sababdan birmuncha qur'onni Hazreti Eshonning himmati, ko'ngil quvvati, fazilat va karomatlaridan bayon qildim deydi. Shunda qilib Sultan Ahmad Mirza Samarqandga qaytdi. Umar Shayx Mirza Farg'onaga bordi. Sultan Mahmudxon Toshkentga berib, Yunusxon bilan ikkinchi qatim ko'rishdi. Piqirning tog'am Saydu Ahmad Mirza mundaq degan edi. Bir kuni Hazreti Eshonning bu so'z Mulla Muhammad Niyaz tarjimasining bu qo'lyozmasida sultonning deb yozilib qolgan farscha nusxasida tuzitildi. Sharafli majlislarda Sultan Mahmudxonning hikoyasini qilishdi. Suhbatdoshlardan biri bu Sultan Mahmudxon ajoyib takabbur va cho'ngchi shahzodadir degan edi. Hazreti Eshon mundaq podshohlarni men etigida to'pi to'shquzman. Takabburlik va cho'ngchilik faqat olamning yaratquchisi Tangriga xosdir. Sultan Mahmudxonning takabburlik qilg'udak nimasi bor dedi. Shu soatda Sultan Mahmudxon Hazreti Eshonning huzuriga yetib keldi. Namoz vaqti bo'lgan edi. Hazreti Eshon namozga qopdi. Qibla tarafda otashdan bor edi. Uningdan chiqqan bir parcha ushqun Hazreti Eshonning muborak yuzlariga kelib tegdi. Hazreti Eshon suhbatdoshlariga qarab, "Otashlandagi o'tni to'pi bilan ko'mib etinglar" deb farmon qilgan edi. Bu yerda shuncha ko'p kishi bo'lsa-mu, lekin ularning orasidan Sulton Mahmudxon hammadan ilgari yugurib qo'pib, tashqariga chiqib, etigiga to'pi to'shqizib kirib o'tqa qo'ydi. U hozir turganlarga iltimos qilib, "Bu xizmatni yolg'iz menga qo'yinglar. Men Hazreti Eshonning ostonasining tuproqini to'shish baxtini tepib olay" dedi.
xon chiqib ketgandan keyin u yerdagilarning hammasi hayron qoldi. Bu sulhdan keyin xon Toshkent taxtida o'ltirdi. Bu vaqt tarixning hijriya 890-yili. Hijriya 890-yili, milodiya 1485-yilga to'g'ri keldi. Edi. Hazreti Eshon necha vaqtgacha Toshkentda edi. Endi Samarqandga keldi. U zamondagi podshohlarning orzusi shundoq ediki, har qaysilari Hazreti Eshonning muridlaridan biriga iltijo qilib, Hazreti Eshonga o'z hojatlarini bayon qilishda shularni bosdi qiladi. Sultan Mahmudxonmu Hazreti Mavlana Muhammad Qozini vosita qilgan edi. Bu to'g'rida Hazreti Mavlanadan hikoyatlarni anglagan edim. Tangri xalsa o'z navbatida zikr qilingusi. 60-bob. Yunus xonning oxirgi ahvolining bayoni. Yunus xon Toshkentda o'rinlashdi. O'g'li Sultan Mahmudxonga Sultan Ahmad Mirzaning qizi Qorako'z begimni elib berish uchun elchi avatdi. Qorako'z begimning kelganligi keyin bayon qilinadi. Lekin Sultan Yunus xon mushu ahvol asnosida kasalga duchor bo'lib, 2 yil o'rin tutib yotdi va shu kasal bilan olamdan ketdi. Uning muborak yoshlari 74 edi. Çağatay nesildan bo'lgan xonlar orasida hech kim bu yoshga yetmagan edi. Balki ko'pinchisi 40 yoshga yetmagan edi. Yunus xonning tug'ilgan vaqti tarixning hijriya 818-yili. Hijriya 818-yili, milodiya 1415-1416-yillarga to'g'ri keldi. Edi. Begim hijriya 892-yili. Hijriya 892-yili, milodiya 1486-1487-yillarga to'g'ri keldi. Vafot bo'ldi. Hazreti Xavan Tahur. Xanzucha nashrida Xavandi Tuhur deyilgan muharrirdan. Tangri uning qabrisini nurli qilg'ayning muborak mazorlari yenida dafn qilindi. Uning qabrisi ustida oliy imoratlar bino qilingan bo'lib, hozirmi bor va noiti mashhurdir. Yunus xon kasal bo'lgan kunlarda Muhammad Haydar Mirzaning Badaxshan tarafdan Samarqandga kelganligini anglab, Muhammad Haydar Mirzani kelsin deb kishavatdi. Muhammad Haydar Mirza Samarqanddan xonning huzuriga keldi. Xonning kasallik mezgilida uningga xizmat qildi. Muhammad Haydar Mirza jarrohshunoslikqa noiti mohir edi va tibobatning hamma taraflaridan xabardor edi. Xon u kunlarda uni qishidan 1 soatmi yiroq qilmaydi va uningga farzandlari qatorida mehribonlik qiladi. Uning Umar Shayx Mirzaning huzurida qolgan o'g'li Muhammad Husayn Mirzani Muhammad Haydar Mirza kelishdan ilgari Sultan Mahmudxon Andijondan oldirib kelgan edi. U hamisha Sultan Mahmudxon bilan hamxona va hujurdosh edi. Uning tafsiloti tuvanda bayon qilinadi. 61-bob. Sultan Ahmad Mirza bilan Sultan Mahmudxonning orasida yuz bergan jangu jidalning bayoni. Yunus xon tarixning hijriya 892-yili. Hijriya 892-yili, milodiya 1486-1487-yillarga to'g'ri keldi. Yili vafot bo'ldi. Shu yili Sultan Mahmudxonni Mo'g'ullar o'zining rasm qoidasi bo'yicha xon qilib ko'tardi. Yunus xonning vafot bo'lganligi xabari atrofga taraldi. Umar Shayx Mirza bilan Sultan Ahmad Mirzalar har tarafdan bir-biriga dushmanlik nog'irlarini yongtishga boshladi. Umar Shayx Mirza o'z davlatining ishonch va iqtidori dasmoyisi bo'lgan butkul mulozimlarni to'plab urush qavatdi. Bular kelib Toshkentga mustahkam qo'rg'on bo'lgan Ashta, Xanzucha nashrida O'shtur deyilgan muharrirdan qalasiga o'rlashdi. Sultan Mahmudxon o'zi kelib u qal'ani qo'rshab, shu qadar qattiq urush qildiki, Mo'g'ullar toki hozirgacha u urushning tavsiplarini qilishdi. Shunday qilib, Sultan Mahmudxon zo'rlik bilan u qal'ani oldi. Umar Shayx Mirzaning amirlari va mulozimlaridan birmi kishi qolmay butunlay qirilib tugidi. Ularning hammasi urush qilmay tamom bo'ldi. Bu ishg'oliyatdan keyin Sultan Mahmudxonga zo'r kuch-quvvat hosil bo'ldi. Umar Shayx Mirzaning ikkinchi qitim dushmanlik qilgudek kuchi qolmadi. Ikkinchi yili Sultan Ahmad Mirzani amirlari kuch ko'rtib, Toshkentni o'rinsiz va sababsizlar xonga berdingiz,
Qachonki ular shu yerda turaveradigan bo'lsa, ulardan bizga ko'p ziyon zahmat yetadi deb Sulton Ahmad Mirzani qoyil qildi. Bu voqeani Hazrati Eshon anglab Sulton Ahmad Mirzaga kishi avatib, bu ish munosib ko'rinmaydi. Xon bilan sulh qilishib o'tgaylar. Ulardan sizlarga tashvish yetmasa, sizlar ularga nima uchun tashvish yetkazasizlar deb aytqizdi. Qisqasi Sulton Ahmad Mirza 150 Xanzucha nashrida 15 ming lashkar deyilgan muharrirdan. Ming lashkar tayyorlab Toshkent ustiga keldi. Sultan Mahmudxon Toshkent mahallasi ustiga chiqib Mirzaga qarshi saf tuzdi. Ularning oralarida bir cho'nqur yor bor edi. U yerdan o'tish muyassar bo'lmadi. 3 kungacha shu yerda turdi. Sultan Ahmad Mirzaning lashkari ostida Shohibekxon bor edi. U Shoh Budaq o'g'lanning o'g'li bo'lib, Shoh Budaq o'g'lan Abul Xayrxonning o'g'lidir. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Burush o'g'lan o'ldirilgandan keyin Shohbekxon va bir necha sultonlar bo'linib, chechilib ketgan edi. Shohbekxon u chaqlarda yosh edi. Tarix kitoblarida uning to'liq mehnat mushaqqatlarini tatqanligi bayon qilinadi. Ular sahroda yurolmay ilojisiz Mavara u nahriga kelib, Sulton Ahmad Mirzaning amirlaridan biriga nökar bo'lgan edi. U amirning iti Mir Abdu Ali edi. Shu tufaylidan Shohbekxon bu lashkar ichida Mir Abdul Aliga hamroh bo'lib kelgan. Uning 300 Xanzucha nashrda 3000 nökar deyilgan muharrirdan. Nökri bor edi. Qo'shin bu yerda daryo bo'yida 3 kun to'xtadi. Shohbekxon bir kuni Sulton Mahmudxonga kishi avatib ko'rishishni iltimos qildi. Xon qabul qilgandan keyin kechasi Shohbekxon u tarafdan keldi. Xon bu tarafdan chiqdi. Ular bir-birlari bilan ko'rishgandan keyin Shohbekxon va'da va shartni mundaq bayon qildi. Ata Mir Abdul Ali tarbiga zo'rlik bilan bostirib borg'aylar. Men uning nökriman. Men nökarlarim bilan qechib berib, ularga shikast beraman. Atsi Mo'g'ul lashkarlari taq bo'ldi. Har ikki taraf bir-biriga qarshi saf tuzishdi. Ondan Mo'g'ul lashkarlarining piyodalari yordan o'tdi. Otliqlari yor ichiga tushdi. U tarafdanmi piyodalar kelib urushga tushdi. Mo'g'ul lashkarlari Mir Abdul Ali tarafiga yopirilib keldi. Shu asnoda Shohbekxon o'zining 300 nökari bilan qechib berdi va o'zini lashkarning mol ashyolarga urib bulang-talang qilishga mashg'ul bo'ldi. Lashkar ichidagi hamma bosh-boshdoqliklar bu bahona bilan lashkarlarning mol jabduqlarini bulang-talang qilishga boshladi. Sulton Ahmad Mirzaning lashkarlari biroqla mag'lub bo'ldi. Ko'pinchisi jilg'ining suyida g'arq bo'ldi. Sulton Ahmad Mirzaga shundoq cho'ng mag'lubiyat yuzlandiki, Samarqandga parishon va parakanda bordi-da, Hazrati Eshonga to'li o'zlari taqsirlarni aytdi. Hazrati Eshon yana farmon qilib, Sulton Mahmudxon bilan Sulton Ahmad Mirzaning orasida sulh tuzilishni orqa soldi. Qorko'z begimni xonga tortiq qilishni talab qildi. Nurg'un hashamat takalluflardan keyin Qorko'z begimni xonning huzuriga elib keldi. Bu g'alabadan atrofdagi sultonlarga zilzila tushdi. Xonning shavkati va haybati ularning ko'ngillarida o'rlashdi. Xonga to'liq kuch-quvvat hosil bo'ldi. 62. Bab. Sulton Mahmudxonning hamshirasi Xobnigar xonimni otam Muhammad Husayn Mirzaga berganligining bayoni. Otam Muhammad Husayn ko'ragan Tangri uning hujjatlarini nurlantirg'ay. Qashqardan chiqqan vaqtdan boshlab toki shu zamongacha hamisha Sulton Mahmudxonning mulozimatida edi. Faqat 2 yillar Umar shayx huzurida qolgan bo'lsa kerak. Bu ahvol yuqorida zikr qilinib o'tdi. Sulton Mahmudxonning otam bilan do'stligi shu darajada ediki, ikkilan hamisha bir hujra, bir uyda turardi. Xonning o'ng tarafi otamga tayyorliq edi. Uy asboblarini otam xon bilan tang ishlatadi. Xon o'ziga har narsa elib kelsa, otamga mu shuningga o'xshash narsa elib keladi. Agar xon otlanmoqchi bo'lsa, 2 alt keltiriladi. Ular birdan minatdi. Agar yangi kiyim kiymoqchi bo'lsa, o'xshashla otamga mu yangi kiyim elib keladi. Demak, hech ishda farq tavopiti yo'q edi. Xon Qorko'z begimni nikohiga olgandan keyin kunduzi ko'p vaqtda mazkur hujrada otam bilan birga bo'ladi. Kechasi xon haramlariga kiradi. Otam mazkur hujrada istirohat qiladi.
Xan taxtga chiqib o'ltirganda taxtning oldiga bir zilch silinadi. Otam zilchi ustida xonning taxtiga yo'linib o'ltirib, hamisha bir-birlari bilan suhbatlashadi va bir-biri bilan takallufsizla ko'rishadi. Xon doim otamga o'zri aytib, mening kat xudolikning taqozosi bilan haramga kirishimga to'g'ri keldi. Sen hujrada qolsan. Go'yoki qo'nuvchilarning siyoqida qilyapsan. Bu do'stlik qoidasiga xilofdir deydi. Mushu tariqada bir yil o'tdi. Xon Xobnigar xonimni otamga nikohlab berib, otamni ko'raganlik, kuyg'unlik darajasiga chiqadi. Ammo Xobnigar xonim yoshda Sulton Mahmudxondan cho'ng edi. Yunus xonning Eson Davlat begimdan topgan qizlarining 3-chisi edi. Eson Davlat begimdan tug'ilgan qizlar ichida Mehri Nigar. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida, Parischa birinchi nusxasida, Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida va Toshkent Ruscha nashrida yuqorqidek e'langan. Parischa ikkinchi nusxada Sulton Nigar xonim deyilgan. Sultan Ahmad Mirzaga berganligi yuqorida bayon qilinib o'tdi. Qolgan ahvolati ikkinchi daftarda bayon qilingusidir. Uning kichigi Qutlug' Nigar xonim edi. Uni Ömer Shayx Mirzaga bergan bo'lib, Ömer Shayx Mirza Zahiriddin Muhammad Bobur podshoni va Xonzoda begimni Qutlug' Nigar xonimdan topgan edi. Ularning avlodimi bayon qilingusidir. 3-chi Xobnigar xonim bo'lib, otamga nikohlab bergan edi. U Peqir Muhammad Haydarning onasidir. Ularning hikoyalari 2-chi daftarda bayon qilingusi. Yunus xonning Shoh begim Badaxshdan topgan 2 qizi bor edi. Cho'ngi Mehri Nigar. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida, Parischa 2-chi nusxasida yuqorqida kelingan. Parischa 1-chi nusxa Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasi va Toshkent Ruscha nashrida Sulton Nigar xonim deyilgan. O'ri to'pa Mehri Nigar xonim edi. Uni Hisordagi Sulton Mahmud Mirzaga berdi. Mirza xon uningdan tug'ildi. Buning tafsilotimi 2-chi daftar kitobda bayon qilingusi. Demak, xon otamga ko'p o'zirlarni aytib, men hamisha haramda bo'laman. Sen tashqirqi hujrda qo'nuvchi siyoqida qolasan, yotasan. Bu hargiz yaxshi emas. Do'stlik qoidasiga xilofdir dedi-da, farmon tushirib to'y tayyorligini qilinglar dedi. Turli marhamat va iltifotlar va xilma-xil ulug' hashamat tavakkallublar bilan to'y o'tkazdi. Bu ahvoldan keyin 2 yil o'tgan edi. Sulton Ahmad Mirza va Sulton Mahmud Mirza vafot bo'ldi. Bu keyin tafsiliy bayon qilingusi. Shuning bilan O'ri-to'pa. O'ri-to'pa hozirgi Tojikistonning g'arbiy shimolidagi Xo'jand bilan hozirgi O'zbekistondagi Samarqand oralig'ida, Toshkentning janubida Muharrirdan Sulton Mahmudxonning tavalligiga kirdi. Xon bu chegaralarni otamga berdi. Otam O'ri-to'pida o'rlashdi va u atroflardagi chegaralarning ko'pinchisini o'z tavalligiga kirgizdi. Bu voqealarning tafsiloti 2-chi daftarda bayon qilingusi. 63-bob. Sulton Mahmudxonning Toshkentda xonlik qilgan mezgilida yuz bergan voqealarning zikri. Uning ishlarining buzilishi va hayotining xotimasi haqidagi bayon. Sulton Mahmudxon Sulton Ahmad Mirza bilan sulh qilishdan ilgari qora ko'zni nikohiga olmasdan burunla Turkistonni oldi. Turkiston hokimi Muhammad Farid Tarxon, Xanzucha nashrida Muhammad Majid Tarxon, Muhammad Majid Tarxon deyilgan Muharrirdan. Sulton Ahmad Mirza qo'ygan hokim edi. Uni tutib qamoqqa oldi. Bu sulhiga to'liq sababkor bo'lg'uchi Muhammad Farid Tarxon edi. Chunki Muhammad Farid Tarxon Sulton Ahmad Mirzaning tog'isi edi. Xon Turkistonni olganda Shohibek xonning mulozimatida edi. Xon uning bu qitimqi urushda qilgan xizmatining badaliga Turkistonni Shohibek xonga berdi. Keray va Jonibek xon Qozoqning o'g'illari bilan Sulton Mahmudxonning orasida qadimdan beri do'stlik va oshinolik bor edi. Bu sababdan oralarga ziddiyat paydo bo'ldi. Ular Shohibek xon bizning dushmanimiz edi. Uni nima sababdan Turkistonda bizning muqobillarimizda qo'ydi deb adovat tutdi. Qisqasi bu ko'ngilsizlik tufaylidan Sulton Mahmudxon o'zbek qozoqlar bilan 2 navbat urush qildi.
Her ikkili urushda xon yengildi. Mag'lubiyatning sababi shu ediki, Yunus xonning amirlaridan bir necha amirlar qolgan edi. Sultan Mahmud xon ularning qadrini bilmadi. Davlat manlarining irsiyatlik odatlaridan biri shuki, ular yaxshi xalqning davlat xonligiga va sadoqatining qadriga yetmay, balki har qanday kishiga parvish qilsa yaxshi bo'ladi va davlat xonlik qiladi deb gumon qiladi. Holbuki mundaq bo'lishi notayin. Sultan Mahmud xonmo bu nachar aqida bilan razillardan bir nechasini parvish qilgan edi. Bu razil kishilar hamisha ashu qadimiy mütvar amirlar haqida badniyatlik qilib, nurg'un tirishchiliklar bilan ishni shu yerga yetkazdi-ki, amirlarning ulug'laridan 5 kishi bor edi. Xon u 5 amirning hammasini qatl qildi va ularning xonadonini xonavayron qildi. Ularning o'rnida mazkur razillardan 5 kishini o'ltirg'izib ularga parvish qildi. Sultan Mahmud xon Shohibek xon tufaylidan o'zbek qozoqlar bilan adovatlashib ishlari yuzma-yuz urush qilishga qaror topdi. Shu kunlarda bu 5 razil sardor tufaylidan har bir urushda xonga shikast yetdi. Oldingi 5 mo'tvar amirning tirishchanliklari bilan hosil bo'lgan xondagi so'lat va hayvat butun atrofi olamdagi sultonlarni vahima va tashvishga solgan edi. Ulardan zarracha asar qolmadi. Shu asnoda Umar Shayx Mirza Kaptarxonadan yiqilib o'ldi. Bu vaqt tarixning Hijriya 899-yili, Hijriya 899-yili, milodiya 1993-1994-yillarga to'g'ri keldi. Bu xabar Sultan Ahmad Mirzaga anglandi. Sultan Ahmad Mirza Andijon Mo'g'ullarining qo'liga tushib ketmasin deb taqatsizlik bilan jiddiy yurish qilib, Andijon ustiga lashkar tortib keldi. Umar Shayx Mirzaning amirlari mardonligini voyaga yetkazdi. Bu vaqtda Umar Shayx Mirzaning o'g'li Zahiriddin Muhammad Bobur podshoh 12 yoshda edi. Uni podshoh qilib ko'tardi va Sultan Mahmud xondan madad tiladi. Sultan Ahmad Mirza Marg'ilon hozirgi O'zbekiston tavasida muharrirdan. Chegirasiga yetganda kasal bo'lganlikdan sulh qilib yondi va bu yo'lda qaytqucha vafot bo'ldi. 40 kundan keyin Sultan Mahmud Mirza Hisardan kelib qerindishining o'rnida Samarqand taxtida o'ltirdi. 6 oy podshoh bo'lgandan keyin kasal bilan o'ldi. Uning o'rniga o'g'li Baysungur Mirza podshoh bo'ldi. Shuningdan keyin Sultan Mahmud xon Samarqand taxtini ta'ma qilib, Samarqandga yurish qilib, Baysungur Mirza bilan Kamyay hozirgi Samarqand atrofiga to'g'ri keldi. Muharrirdan degan joyda urush qilishdi. Xonning amirlari ashu razillar edi. Shunga mag'lubiyat xon tarafga yuzlandi. Bu urush mashhur urushlar jumlasidandir. Bu urushni Mo'g'ul ahli Samarqandda bir tarix qildi. Alqisa xon yengilib Toshkentga keldi. Mazkur razillar vasvasiga selib, eng yaxshi ish shuki, Shohibek xonga parvish qilayli. U berib Samarqand va Buxoroni olsin. Podshohlik ishg'oliyati va chegara mushaqqatini shu tarsin. Biz Toshkentda rohat parag'at bilan kun o'tkazaylik, deb xonni ma'qul qildi. Otam xonni bu ishdan har qancha to'sqan bo'lsa-mu, xon otamning ra'yini xato deb qaradi. Otam bu naloyiq maslahatga amal qilmaslikka ko'p tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, xonga mutlaq yoqmadi. Xon yordam va madad berdi. Shohibek xon Samarqand va Buxoroni oldi. Uning tafsiloti uzundir. Bobur podshohning bayonlari bu voqealar haqidagi faqat bir mundarijadin iboratdir. Xudo xolisa ikkinchi daftarda bayon qilingusi. Gapning qisqasi shuki, xonning madad va yordami bilan Shohibek xon Samarqandni oldi va to'liq ishg'ol qildi. Uning chirigi 50 mingga yetdi. Har yerda o'zbeklar bo'lsa, uning huzuriga yig'ildi. Shuningdan keyin Shohibek xon Sultan Mahmud xonning qasdiga tushdi. Bu ishdan xon ojiz bo'lib, hayronlik barmoqlarini hasrat tishlari bilan har qancha tishlagan bo'lsa-mu, hech foydasi bo'lmadi. Shu ahvol asnosida Mo'g'ulistonda qolgan Sultan Ahmad xon xonning iztirobli ahvolini anglab, qarindoshlik yordamini elib keldi. Shunda qilib, har ikkili xon Shohibek xon bilan urush qildi. Ikkili xon yengilib asir bo'ldi. Shohibek xon ikkili xonni aziz va mukarram bilib Mo'g'ulistonga avatdi.
Әмма Moğol xalqini qo'yib bermay tutib qoldi. Bu ahvolning tafsiloti 2 daftarda bayon qilingusi. Shunda qilib Sultan Mahmudxon bilan Sultan Ahmadxon Mo'g'ulistonga bordi. Sultan Ahmadxon vafot bo'ldi. Sultan Mahmudxon Mo'g'ulistonga berib necha muddatgacha mehnat va azob oqibatlar bilan kun o'tkazdi. Oxir Shohi Bekxonga qilgan parvish va yordamiga ishinib uning huzuriga bordi. Shohi Bekxon bir navbat yaxshilik qilib qo'yib berdim. Mening endi yana yaxshilik qilishim o'z davlatimning zavol tepishiga sabab bo'ladi, deb Sultan Mahmudxonni ham uning cho'ng kichik farzandlarini Xo'jand daryosining levida shahid qildi. Uning shahid bo'lgan tarixini Labi daryoyi Xo'jand abjad hisobi bo'yicha bu harflar 904-yilga vakillik qiladi. Hijriya 904-yili milodiyaning 1498-1499-yillarga to'g'ri keldi degan so'zdan chiqadi. Bu voqeaning tafsiloti keyin zikr qilingusidir. Takrorlikdan saqlanish uchun bu yerda ilojisiz qisqa bayon qilindi. 64-bob. Sultan Ahmadxonning bayoni. Sultan Yunusxon Toshkentga boradigan chaqda shahar va viloyatlardan bezor bo'lgan bir to'p Mo'g'ullar Sultan Ahmadxonni yomon yo'lga boshlab, otasidan ayirib Mo'g'ulistonga qochib borgan edi. Bu ahvolning bayonoti va Mo'g'ulistonni ishg'ol qilganligining tafsiloti uzundir. Gapning xulosasi shuki, Sultan Ahmadxon 10 yil muddat ichida Mo'g'ulistonni talto'kis bo'ysundirdi. Amirlardan bir necha tabiqini saltanatdan yiroqlashtirdi. Shular jumlasidan biri Orlatlar. Abjad hisobi bo'yicha bu harflar 904-ga vakillik qiladi. Hijriya 904-yili milodiyaning 1498-1499-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lib, ular ulug' amirlardan edi. Shu tufaylidan ular Sultan Ahmadxonga qarshi chiqdi. Oxir qonliq urushlar qilishib, xon g'olib kelib, ularning naslini yo'q qildi. Amir Ali Sultan Churas Ehson Bug'axonga qarshilik qilgandan beri shu muxolifatchiligi yodidan chiqmagan edi va xonlarning hech qaysisiga qarshilik qilmagan edi. Uni o'ldirdi. Shu ahvol asnosida Qaluchi qavmi va ularning sardorlaridan bo'lib butkul ko'pchilik ittifoqlashib bir kechada xonga shabxun urdi. U zamonda Mo'g'ulistonda ulardan to'laroq qavm yo'q edi. Ular xon o'rtasidagi necha kishini o'ldirdi va xonning bargohini o'qitdi. Xonga necha yerdan zaxmi yetdi. Oxir ulardan bir kishi bargoh ichiga kirib, xonning ishini tamomlamoqchi bo'ldi. Xon shamshirini g'ilibidan chiqarib, u kishiga yuzlandi va bir-biriga zaxmi urdi. U kishi to'la zaxmlanib oxir qochdi. Yana necha kishi birlashib otlardan tushdi. Ular bargoh ichiga kirib, xonning hayotlik rishtasini kesmoqchi bo'lgan edi. Shu asnoda xonning mo'tabar kishilaridan Sut emgan Bahodir, Xanzuchi nashrdan Sut ism Bahodir, Sut im Bahodir deyilgan muharrirdan yetib keldi. Uning tez yugurib kelayotganligini ko'rib, otdan tushganlar qayta etiq mindi. Uning oldiga berib qarasa, u yolg'iz kelib etibdi. Shuningdan keyin uning bilan urush qilishga mashg'ul bo'lib, xeyli vaqtgacha urush qildi. Oxir Sut emgan Bahodirni o'ldirdi. Ondan yana xonning bargohiga kelishdi. Bu arada g'alva g'avolar to'li bo'ldi. Har tarafdagi xaloyiq otilib, xonning o'rdisiga yurdi. Shuningdan keyin Qaluchi qavmiga parakandichilik yuzlanib, hammasi qochdi. Bu jamoatning hammasi xonning tavallaridan edi. Hech kishi ulardan bunday qishning yuz berdiganligini gumon qilmaydi. Ular oxir qalmoqlar tarafiga qarab qochdi. Xonning yorisi saqaygandan keyin Qashqarlarni qo'g'lab, har yerda bo'lsa o'ldirib, 2 yil ichida butunlay yo'qotdi. Shuningdan keyin xonning ishlari rivoj topdi. Mo'g'ulistonda hech kimning qarshilik qilishga haddi qolmadi. Bu voqeadan keyin xon necha qitim berib, qalmoqlarni chopqin qildi. Qalmoqlarning to'lisini o'ldirdi. 2 navbat Eson Tayshi bilan urush qilib, har ikkala navbatda xon zafar quchdi. Qalmoqlar ko'nglida xonning siyosatini mustahkam va barqaror tutdi. Qalmoqlar Sultan Ahmadxonga Olachi deb laqab qo'ydi.
Alacha o Moğol tilida o'ltirguchi degan bo'ladi. Shu vaqtdan boshlab Alacha degan so'z xonga laqab bo'lib qoldi. Xaloyiqlarning hammasi Alachaxon deydi. Mirxon Hirveyning tarixida va boshqa tarixlarda Alachaxon deb yozilgan. Bu vaqadan keyin o'zbek qozoqlar Mahmudxonga qarshilik qildi. Bu qarshilikning sababi Mahmudxonning ahvolining bayonida so'zlab o'tildi. Mahmudxon o'zbek qozoqlar bilan 2 navbat urush qildi. Har ikkala navbatda Sultan Mahmudxon yengildi. O'zbek qozoqlar Sultan Mahmudxonga qandaq ishni qilgan bo'lsa, Sultan Ahmadxonga ularga shundaq ishni qildi va Mo'g'ulistonni shu qadar ching boshqurdiki, Mo'g'uliston chegarasidan toki 7-8 oylik yergacha qolmoq va o'zbeklarning ko'zi yetmaydi. Ahmadxon Mo'g'ulistondan xotirasini jam qilgandan keyin Mirza Abubakrning qasdida Qashqarga yurish qildi. Tarixning Hijriya 905-yili. Hijriya 905-yili milodiya 1499-1500-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lganda Peqir mushu yil tug'ilgan edim. Xon Qashqarga yurish qildi. Qashqarga yetib kelgandan keyin Mirza Abubakri Qashqar va Yangisarni ehtiyot bilan ching saqlash uchun zapas lashkar qo'yib, o'zi Yorkanga ketdi. Mirza Abubakrining amirlari Qashqar va Yangisarda xon bilan necha navbat urush qildi. Buning tafsiloti nihoyat uzun. Xulosa shuki, Sultan Ahmad Mirza. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqida kelingan. Muhammad Sadiq Qashqarining tarjimasida Sultan deyilgan. Farscha nusxasida Sultan Ahmad Xon deyilgan. Yangisarni zo'rlik bilan oldi. Mirza Abubakrining amirlari Qashqar qal'asini tashlab qochdi. Xon shunda qilib Qashqar va Yangisarni o'z tavalligiga kirgizdi. Qish faslini u yerda o'tkazdi va oilasini Mo'g'ulistondan Qashqarga olib keldi. Qishning oxirgi mavsumida Yorkentga Mirza Abubakri tarafga yurish qildi. Mirza Abubakri qal'adan tashqariga chiqmadi. Xon Yorkent qal'asiga chil qilishni muvofiq ko'rmay, Yorkent tog'larga mol g'animat olish uchun bordi va g'animat mollarini olib Qashqarga qarab yondi. Mirza Abubakri lashkarlari shiddat bilan itilib chiqib, tog'lar ichida xonning yo'lini to'sib, qattiq urush qildi. Oxir xonning lashkari parokanda bo'ldi. Shundaq qilib, xon parishon va chechilang'u holatda Qashqarga keldi. U yerda turishga fursat topmay, Qashqardan chiqib Mo'g'ulistonga ketdi. Bu vaqadan keyin 1 yil o'tgan edi. Shohibixonning Sultan Mahmudxonni mag'lub qilganligi xabari anglandi. Shunga Sultan Ahmadxonning qarindoshlik mehri jush urib, akisi Mahmudxonning xizmatiga mangdi. Cho'ng o'g'li Mansurxonni o'z o'rniga o'ltirg'izib, xon ismini uningga o'tinib berdi. Yana 2 o'g'li bor edi. Biri Sultan Saidxon, yana biri Boyaxon edi. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorida kelingan. Muhammad Sadiq Qashqarining tarjimasida Bobachaq Sultan deyilgan. Farscha nusxasida va Toshkent ruscha nashrida Bobachaq Sultan deyilgan edi. Ularni hamroh qilib Toshkentga bordi. Sultan Ahmadxon bilan Sultan Mahmudxon Toshkentda uchrashdi. U yerda yuz ko'rishganda har xil takalluflar bo'lib o'tdi. Uning tafsiloti 2-daftarda bayon qilingusi. Bu 2 xon Shohibixonning peyiga tushdi. Oxir ular Shohibixon bilan oqsida urush qildi. Xonlar mag'lub bo'ldi. Har ikkala xon Shohibixonga asir bo'ldi. Shohibixon tuz haqqiga rioya qilib, bu 2 xonni Mo'g'ulistonga avatdi. Ammo Mo'g'ul ulusining ko'p qismini Mo'g'ulistonda borg'ili qo'ymadi. Shundaq qilib, bu ikkala xon yana Mo'g'ulistonga yenib bordi. Shu yili qishda Oqsuga berib u yerda turdi. Bu mezgilda Sultan Ahmadxon necha xil kasalga duchor bo'ldi. Tabiblar uni davolashga ojiz keldi. Shu yili qishning oxirida yana tarixning Hijriya 909-yili. Hijriya 909-yili milodiya 1503-1504-yillarga to'g'ri keldi. Sultan Ahmadxon vafot bo'ldi. Tangri uning hujjatlarini nurli qilg'ay. Sultan Ahmadxon intayin dindor, musulmonchiligi bor, shariat bo'yicha ish ko'rgan podshoh edi. Ko'pincha ishlarning hammasini shariat qonuni bo'yicha yurgizadi.
Şəriətə əməl qilishda hech qanday sulhi salağa yo'l qo'ymaydi. O'zi intayin g'ayratlik va shuhratlik edi. Shijoatda komil, aql idrokda sog'lom, to'liq kamtar edi. Bo'libmi darvishlar, o'limalar va salohiyat egalariga intayin kamtarlik va adab bilan hurmat qiladi. Ko'p vaqtlari diniy vazifa va toat ibodat bilan zinnatlangan bo'lib, 5 vaqt namozni hamisha jamoat bilan billa ado qiladi. Rahim shafqatni a'lo biladi. U o'z davrida go'zal axloq va yaxshi ishlarda tangdossiz edi. Muborak yoshlari 39 ga yetgan edi. Qolgan hamma ahvollarning tafsilotini 2-daftarda bayon qilingusidir.